Abdurahmon aka, eshitamiz, ishdan haydab yubormaymiz. Bir kuni elektr stansiya yoqdik kechga. Hayoli kiyinib ketaveribdi. Akang kuchaydi o'sha akang. Shogirdlar telefon qilyapti-da, somsa kuyib ketibdi. Boshlariga bilintirmasdan olib qo'yish dedi. Muhammad Siddiq aka, eshitamiz, lekin ishdan haydab yubormaymiz. Xo'p, aniq-a? Aniq. Bir kun emas u yaqin kunlarda-da, xamirda shunaqangi zavq bilan xamir qilibmanki, qattiq xamir qilibman. Keyin ertasi kuni uni ko'z yoshlar bilan cho'zdim. Bo'lmadi-da u xamir. Keyin bu xamir tashlab yubordim, hech kim bilmadi. Lekin javob haydab yubormaysizlarmi? Mazzami sizlarga mazzami? O'ktam aka, eshitamiz, lekin ishdan haydab yubormaymiz. Kecha bo'lgan voqea. Klientlardan zakaz tushdi, ikkita dandana, ikkita biqinga. Chek chiqmadi-da, biz berib yuboribmiz. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Birovlar bilan nima ishim bor? Xo'jayin keldida, pulni oldinglarmi, chek chiqdimi dedi. Ha deb yordi, endi nima ham deymiz. Omadbek, eshitamiz, lekin ishdan haydab yubormaymiz. Ha bo'ldi. Xullas, sherigimga uyga ketyapman deb oshlarim bilan samovarda o'tirganman. Bitta qiz deb o'yla, endi o'l, qachon odam bo'lasan? Imron, eshitamiz, ishdan haydab yubormaymiz. Hop. Menda unaqa narsa bo'lmagan. Yozga eshitmadim. Ishdan meni haydashdi. Ishdan meni haydashdi.